Huquqiy javobgarlikning yangi o'zgarishlari fanidan ma'ruzachimiz professor Ubaydullayev rosa ham talabchan ekan. Bu semestrda juda qattiq bo'ladi. Agar shu fandan ham yiqiladigan bo'lsam, meni aniq o'qishdan chetlataveradi. Shartnoma ham pulli. Jamshid, senga pulni qanday topishni taklif qilganlar haqida o'ylamayapsanmi? Bu xavfli. Bilmay qoldim. Nima deyapsan, Sarvinoz? Jamshidga qanday pul taklif qilishibdi? Yo'q, hech narsa, o'zimizning gap. Demak, bu korrupsiya. Buni tagiga yetish kerak. Bu hujjatlar to'plami. Ubaydullayevning xonasiga olib kirib qo'ysang, ishing bitdi. Evaziga bilasan, senga zarur bo'lgan ish imkoniyatlar beriladi. Agar fikrimdan qaytsang, qaytmaysan. Qarzni to'lashing kerak. Bizga universitetdagi ko'zing bor. Bo'ldi. Iya. Jamshid. Yo'q, sizga emas, o'zim qo'raman. To'ta bu bolani yurishi chiqqali. Jonida ekan bu. Nima bu? Korrupsiya? Nahotki Sarnoz aytganlari rost bo'lsa. Menimcha bu pullarni imtihonni o'tolmasligidan qo'rqqanmi taklif qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu nafaqat korrupsiya, balki mansab suiiste'mol qilishadi. Pulku bitta muammo, ammo Jamshidni o'zgarganda nima deysiz? Oxirgi paytda u kimlardir bilan qo'rqinchli joylarda uchrashib yuribdi. Keyin men uni bir marta axlat qutisining yonida ham ko'rib qoldim. Nimanidir yashirayotgan edi. U juda ham asabiy holatda. Bu shunchaki pul yashirish emas, bu xavfli guruhlar bilan aloqasi bo'lishi mumkin. Balki narkotik moddalarni tarqatayotgan bo'lishi mumkin. Demak, Jamshidni faqat pul uchun emas, balki boshqa xavfli ishlarga jalb qilish ham chantaj qilish. Biz uni topishimiz kerak. Menga qara, Jamshid, axir biz do'stmiz-ku, nima qilyapsan? Mana bu pullar imtihon uchun edi. Meni ular aldab majburlashdi. Men ularga zaif tomonlarimni aytgan edim. Ular bundan foydalanishdi. Men bu pullarni rektorat yo'lagidagi joyga joylashtirishim kerak edi. Ular meni majburlashdi. Bo'ldi. Yetarli dalil bor. Jamshid. Bu jinoyatni biz O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga muvofiq jinoyat zanjirini buzishimiz kerak. Chiqarma do'stim. Sen o'z aybingni tan olding. Mana shuncha do'stimizning oldida pushaymon bo'lding qilganingga. Bunga yengillashtirilgan jazo bor. Muhimi bu ishni qayta qilmasang bo'ldi. To'g'ri, men aybdorman. Aybimni tan olaman. Yozib olingan iqror, pul va narkotik ishorasi asosiy dalil. Endi uni tegishli joylarga topshirishimiz kerak. To'g'ri. O'z-o'zini iqror bo'lish javobgarlikni yengillashtiradi. Biz sizni qo'llaymiz. Mansabini suiiste'mol qilgan har qanday shaxs jazolanishi shart. Jamshidga yordam berishimiz kerak. Uni bu botqoqlikdan olib chiqishimiz shart. Men bunga tayyorman. Bugundan boshlab to'g'ri yo'lda yurishga va'da beraman. Ketdik unda. Nima qilib o'tiribmiz? Do'stimizga yordam beraylik. Kelajagimiz ravnaqi biz yoshlarning qo'limizda. Biz yoshlar bir bo'lib bu kabi korrupsiya hamda shu kabi illatlarga qarshi mardonavor birgalikda kurashimiz darkor. Biz yoshlar korrupsiyaga qarshimiz.